hörmetli qarindoshlar, Sharq Turkiston Surgundi hukumati televiziyasining xabarlar programmasida ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Financial Express jurnali 24 yanvar kuni tunji qitimliq Hindiston O'rta Osiyo boshliqlar yig'ini chaqirildi. Hindiston nimaga erishmoqchi sarlavlik bir maqola e'lon qilgan bo'lib, maqolada Hindistonning maqsadi O'rta Yevro Osiyo qit'asida ustilik bilan o'ynashni qiladi. Hindiston 27 yanvar kuni tunji qitim Hindiston O'rta Osiyo boshliqlar yig'iniga sohibxonlik qiladi. Boshliqlar yig'ini munosabatni kuchaytirish va ishonchni yuqori ko'tarish fursati bilan ta'minlaydi. Hindistonning maqsadi O'rta Yevro Osiyo quruqligidagi boshlamchiga aylanish. Zamonaviy davlatlar Hindistonni tahdidsiz sherik, jo'grafiyalik siyosiy tangpunliq, demokratik, iqtisodiy yangidan gullanayotgan chidamliq davlat deb qaraydi. Yangidagi bo'lsa o'zini aralashmaydigan davlat, yoshirin mablag' solg'uvchi va rayon tangpunliqi shundoqla bexatarligining orqa kapolati deb qaraydi. Hozir Hindiston yanada O'rta Osiyo ishlarida qo'shimcha rol o'ynaydi. Hindistonning O'rta Osiyoda texnik cho'ng rol o'ynash orzusiga Pokiston keltirib chiqargan siyosiy to'siq, Xitoyning bir balvoq bir yo'l siyosati, Afg'onistondagi radikal kuch tahdidi to'salg'i bo'ladi. Hozircha Hindiston O'rta Osiyoda Xitoy bilan bevosita raqobatlashmaydigandek qiladi, ammo uning rayonga bo'lgan qiziqishining eshigiga ergishib, raqobat muqarrar. Yangi Dehli cho'qim Beijing bilan bo'lgan hamkorlik va raqobat strategiyasini taraqqiy qildirishi kerak. Xitoy O'rta Osiyo rayoniga eng cho'ng mablag' solg'uchi. Xitoyning bir balvoq bir yo'l qurilishi bu rayonning ul asli taraqqiyotiga tuhfa qo'shdi. Moskva yaqin kelgusida bu rayonning muhim bexatarlik ta'minlovchisi bo'lib qoladi. Yangi Dehli cho'qim O'rta Osiyo davlatlari bilan quyuq hamkorlik o'rnatishi kerak. Hindiston yaqinqi bir qancha yilda har qaysi davlatlar bilan mustaqil munosabatni taraqqiy qildirish, O'rta Osiyoni rayon xalqining manfaatining birligi deb qarash, Shanxay hamkorlik tashkilotidagi energiya, terrorlik, radikallik, bo'lgunchilik qatorliq masalalarda Rossiya, Iran, Xitoy va boshqa davlatlar bilan hamkorlashdek tadbirlarni qo'llandi. Hindiston O'rta Osiyo boshliqlar yig'inini bu tirishchiliklarning xulosasi deb qarashga bo'ladi. Hindistonning O'rta Osiyodagi eng cho'ng savdo hamroyi bo'lgan Qozog'iston bilan quyuq munosabati bor bo'lib, Qozog'iston bilan neft qidirib tekshirish va uran bilan ta'minlash to'g'risida muhim kelishimlarni imzoladi. Tojikiston bexatarlik sababidan Hindiston uchun intayin muhim. Hindistonning Tojikistondagi havo armiya bazasi buningdan ilgari bu rayondagi bexatarlik diplomatiyasining ultishiga aylangan. Hindiston Qirg'iziston bilan strategik hamkorlik o'rnatdi. Yangi Dehli Yevro Osiyo iqtisodiy birlashmasi bilan erkin savdo kelishimi imzolasa tirib tura oladi. Hindistonning ulug' strategiyasi qurilish turlarini vaqtida ijro qilish, savdo aloqasini tez kengaytirish va ikki rayondagi kishilar o'rtasidagi madaniyat almashtirishni qaytadan jonlantirishni nishon qilishi kerak. Tunji qitimliq Hindiston O'rta Osiyo boshliqlar yig'ini bu yo'nalishdagi muhim bir qadam. Ammo shuni unutib qolmaslik kerakki, O'rta Osiyo mayli siyosat yoki madaniyat jihatda bir gavda emas. Shuningga birlikka kelgan strategiyada har bir o'rin bilan ayrim holda texmi cho'nqur o'zaro ta'sir ko'rsatish kerak deyildi. Sharq Turkiston Surgundi hukumati bunga inkos qaytirib, Xitoy Sharq Turkistonni davomli ishg'ol qilgan muddat ichida O'rta va Janubiy Osiyoning tinch shundaqla muqim bo'lishi mumkin emas. Biz Hindiston va O'rta Osiyo Jumhuriyatlarining Shanxay hamkorlik tashkilotidan chekinib chiqib, Xitoyning kengayishiga unumli taqobil turishni talab qilamiz dedi. Republic World.com'ning 25 yanvar kunidagi xabariga qaraganda, Amerika Sharq Turkistonda majburiy emgak kuchi orqali ishlab chiqarilgan barliq mahsulotlarning eksportini cheklash qadamlarini tezlatgan. Amerika dushanba kuni Sharq Turkistondagi majburiy emgak bilan ishlab chiqarilganligi ilgari surilgan barliq mahsulotlarning import qilishini cheklaganligini e'lon qildi. Amerika Davlat bexatarlik ministrligi bayonotida qulluq tizimini yo'qotish uchun oldingi oyda Amerika ma'qullagan Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonunining ro'yiga asosan import qilishni cheklashni kuchaytirganligini aytdi. Amerika Ichki ishlar bexatarlik ministrligining kotibi Alessandro Mayorkas bayonotida bu harakatning Bayden-Harris hukumatining Amerikaning ta'minlash zanjiridan majburiy emgakni yo'qotishdagi muhim nuqtasini ilgari surish tirishchiligining bir qismi ekanligini, bu qadamning dunyoning oldingi qatordagi majburiy emgak tekshiruvchilarining kishilik huquq va xalqaro emgak o'lchimini qo'g'dash vazifasiga yordam qilganligini aytdi. Alessandro Mayorkasning aytishicha, import qiluvchi ishlab chiqarish manbasi haqida qoyil qilarliq isbotlar bilan ta'minlay olmasa, mal tamojnida to'xtatib qo'yiladi ekan. Washington Free Beacon'ning 24 yanvardagi xabariga qaraganda,
Amerika parlamenti a'zolari Xalqaro Olimpik Tantarbiya komitetining Xitoyning Uyg'urlarni nazorat qilishiga yordam berganligi uchun Amerika tarafidan qora tizimlikka kirgizilgan Xitoy shirkati eFlyTech'ning Olimpik tantarbiya musobaqasi bilan hamkorlashadiganligiga yo'l qo'yganligini aybladi. eFlyTech pat arada o'tkaziladigan qishliq Olimpik tantarbiya musobaqasini avtomatik tarjima yumshoq detali bilan ta'minlaydi. Xitoy hukumati shirkatning texnikasini ishlatib, Uyg'ur va boshqa turkiy millatlarni nazorat qiladi. Savdo ministrligi 2019-yili eFlyTech'ni Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarni bostirishda yuqori texnikalik nazorat qilish rolini o'ynaganligi uchun qora tizimlikka kirgizgan. Kengash palatasi Tashqi munosabatlar komitetidagi Cumhuriyetchilar partiyasining yuqori darajalik amaldori Jim Rich eFlyTech'ning Olimpikka qatnashishini haqiqatan nomussizlik deb atadi. Jim Rich Washingtonga qilgan so'zida kishilik huquqni e'tirof qilish va qo'g'dashni tashabbus qiladigan Xalqaro Olimpik komiteti Xitoy hukumatining bostirishiga yordamlashgan bir shirkatning Beijing Olimpik tashkiliy hay'atiga yordam berishiga yo'l qo'ydi. Bu Xalqaro Olimpik komitetining foydani muhim o'ringa qo'yganligini tushuntirdi dedi. Kishilik huquq tashkilotlari uzundan buyon eFlyTech'ni Xitoy kompartiyasi bilan hamkorlashgan deb ayblagan. eFlyTech Olimpik tantarbiya musobaqasining qo'llovchisi bo'lgan kompyuter o'zak ishlab chiqaruvchi Intel bilan hamkorlashadi. Intel eFlyTech'ni ovoz farqlantirish texnikasi uchun o'zak bilan ta'minlagan. Tor bexatarlik guruhlari Xitoyning texnikadan foydalanib Beijing o'yinlariga qatnashganlarni nazorat qila oladiganligini aytdi. Tirishmay, charchimay, o'rganmay rohat yashashning yo'llarini izlashni odatga aylantirib olgan millat oldi bilan izzat hurmatini, andin mustaqilligini yo'qotishga mahkum. Biz uchun birla tanlash bor, yo mustaqillik yoki o'lim. Ammo do'stlar, biz o'lmaymiz. Mustaqilligimizni saqlab yashaymiz. Millatimizni mustaqil ko'rganligimizdan har vaqt xushal bo'lamiz deydi Mustafa Kemal Atatürk. Hammamiz uchun birla tanlash bor. Sharaf, g'urur, insonlik, nomusni saqlab yashash uchun mustaqillik yo'lida harmay talmay izchil tirishchilik ko'rsatmak. Buningda durustlik, fidokorlik, chidam, tavranmas iroda, qat'iy ishonch kam bo'lsa bo'lmaydigan omillardir. Saxtipazlik, ko'zbo'yamchilik, shuhratparastlik, shaxsiy manfaatni ustun o'ringa qo'yish, xiyonat mustaqillikqa erishishga putlukashang bo'ladigan, insonni chuprandilashtirib, katta mukofotga erishishdan mahrum qoldiradigan illatdir. Hürmetli görürmenler, xabarlarimizni kögün alay üçün köp rahmet. Keler qıtımqı programımız görüşkice Allah'a emanet boğaysızlar.